Bir kuni Hazrati payg'ambarimizning oldilariga iblis kirib ketdi. İblis bilan payg'ambarimiz muloqot qildilar. Uni qolgan sahobiylar kuzatib turishdi. Shunda iblis bir gap gapirdi payg'ambarimizga. Qayerda tug'ilasan desalar payg'ambarimiz u javob berdi. O'sgan tirnoqlarning ichida dedi. Ikkinchisini aytdi. Harom tuklarning orasida dedi. O'sgan harom tuklarning orasida dedi. Uchinchisini aytdi. Uyilgan axlat uyumlarning ichida dedi. To'rtinchisini aytdi. Nikoh bo'lmagan bilan xotinning o'rtasida dedi. Birodarlar, to'rtta joyda shayton tug'ilib olsa, qiyomatgacha o'lmas ekan badbaxt. Shuning uchun oilada axlat to'plab bo'lmas ekan. Tirnoqlarini olib yursin, o'ziga orastalikka e'tibor bersin.